Xo'p bo'ladi. Xo'p dedimi? Xo'sh, men endi bir kunchalik uyni bo'shatib turishim kerak ekan. Yetgancha hammaga xiylo-g'illo narsalar bilan o'sha yangi emas, eski ham emas, aslida Minecraft bo'ldi. Bugungi kunda biz bir kunga sayohatga chiqishimizga to'g'ri keladi, chunki mana bu uyimga bitta odamni qo'yib turmoqchi ekan arendaga. Men o'shaning uchun hali bir oylik pulini bermaganman uyimni, shuning uchun u menga bir kunlik arendani odam qo'yib turishi kerak ekan. Baribir bo'shatasan. To'xtang, xo'p kirib ketavermang uyimga. Kirib chiqmoqchi edim. O bilan bironaga qara, menga bermaysanmi? Brat, chiqib keting bu yerdan hozir, yomoq tashlayman. Qoshim. Xo'p, chiqaman hozir. Ustimdan kulyapsizmi? Kulaman-da, uyingga qarab, qo'q. Yo'qolay uyimdan, yetib tashlayman hozir. Ko'rdingmi chiqing, ko'rdingmi? Xo'sh bo'ldi, sizlar bilan salomlashmay qoldim. Hamma yillo bo'lib sizlar bilan yo'shi yangi ham emas, eski ham emas. Aslida bugungi kunda biz o'sha sayohat qilishimiz kerak. Videoning nomidan ko'rgandek sayohat qilishimiz kerak. Bir kunga uyni bo'shatib turishimiz kerak, chunki mana bu Oqtomozon bilan bu yerga bir chutta joyga borib yashab turishimiz kerak. Endi qayerga borib yashab turishimizni bilmayman, lekin hozir narsalarimni yig'ishtirib olishim kerak. Xo'sh, menga nimalar kerak? Bu yerda rasm chiroyli ideal turibdi. Bu yerdan hozir bizga bitta papka, 20 bitta bu, ikkita yo'shimiz, buni taxlab qo'yamiz. Nonlar kerak bo'ladi. Xo'sh, buni bu yerga qo'yamiz. O'ldirib aslahalarimiz ham olamiz. Bu ham kerak. Boshqa hech narsamiz yo'qmi? Yo'q. Tez bo'shat. Xo'p, chiqib turinglar, chiqinglar, yetib tashlayman hozir. Xo'p, chiqaman. Lekin bo'shatasan. Qochib tur. Sen qoch, talbayoq. So'kinmaylar. Men videoga olyapman. Sen Aslbeksan, ha? Voshi asabimni buzib yubordinglar. Bor, men kiyimlarimni olib tez suray bu yerdan. Короче, da bo'ldi. Xo'sh, shu videoga ko'p like so'ramayman. Ikkinchi qismi chiqishi uchun shu videoni nechta like so'rayman, ha? Xo'sh, sizlar 20 ta like yig'ib beringlar shu videoga. Ikkinchi qismi uchun, keyin men sirasi ikkinchi qismini o'raman. 20 ta like, ko'p like so'ramayapman. Bo'ldi, birinchi ipli sayohatga chiqdik degan birinchi qismida oyoq kiyimni ber. Buzib olamiz endi. Xo'sh, mana bu qilichni bu yerga qo'yamiz. Xo'sh, narsalarimizni saqlab olaylik. Mana bo'ldi shekilli. Mana bu ham bu yerga qo'yamiz. Chunki o'lib ketmasimizdan oldin kerak bo'ladi. Xo'sh, mana uyimiz ham normal. Endi nimaga Oqtomozon yoniga chiqib, xo'sh, narsalarimiz, bug'doylarni ham olaylik. Kimga gapiraveribsan? Ahmoqsan-da, ahmoqsan. Brat, asabimga tegmang. Endi siz qayerdan keldingiz? Men shu yerda fermerman. Xo'sh, men seningga turaman. Men qarang, brat. Uyimda nojo'ya ish qilsangiz bo'ldi, men ish qilishdi bor, o'sha qilgan ishingizni kesib tashlayman. Menga qo'rqib. Yetib tashlayman, brat, asabimni buzmang. Xo'sh, Oqtomozon yoniga kelib, Oqtomozon bilan ketamiz. Cho'ta asabimni buzyapti bularman. Xo'sh, to'xtanglar, mana bu narsa ham kerak bo'ladi bizga, chunki Oqtomozonni bo'ylab qo'yishimiz kerak. Oqtomozon bu bekor ketmayapti, Oqtomozon deb qochib ketadi-da bu. Xo'sh, endi biz o'zlarimizga joy qidirishimiz kerak. Galim tog'a, xayr. Charchamang ishlar bilan. Mayli, borur. Kechyapsanmi? Yo'q, kelaman ertaga. Kelmasang ham mayli. Brat, asabimga tegmaysan. Xo'sh, endi biz o'zlarimizga normalniy joy topishimiz kerak. Bo'ldi. Videoga like bosib qo'yinglar. Shuncha mehnatim, soqol qo'yibman. Billo. Shuncha mehnatimga like bosib qo'yinglar endi. Xo'sh, o'zimga bitta normalniy tekisroq joy kerak. Mana shu yerda yashab tursam bo'ladi. Qishloq ham yaqinda. Mana shu yerda ikkita odamlik joy yasab olaylik. Ikkita odam. Do'stim kelaman degan, lekin do'stimga ishonch yo'qda, keladimi, kelmaydimi? Buni bo'ylab qo'yamiz. Xo'sh, men hozir mobillarni taxlab olib, keyin sizlarga bu yerni chodirlarni zutganimdan keyin qo'yaman. Mana shu papkani bu yerga qo'yib turaylik. Qo'yil. Mana. Xo'sh, hozir sizlarga ko'rsataman. Xo'sh, men bu o'choqni tenib yo'qolsak, ana yondi endi. Xo'sh, bo'ldi. Mana bitqazdim, men chodirlarimni ko'ringlar, bu yerlarga qaranglar. Ikkita odamlik joy ham qilib qo'ydim. Mana yerda do'stim yotsa, bu yerda men yotaman. Agar kelsa, u kelmasa, lekin вообще pizdes asabim buziladi. Xo'sh, biroz o'tirib dam olib, juda charchab ketdim-da, bo'ldi.
Chunki juda ko'p ish qildim. Qo'l terlab ham ketdim. Mana bu kiyim-kiyimni yechib qo'ydi. Ishtonga yechmaymiz. Bosh kiyim nimaga? Ishton bilan kiyim yechilsa bo'ldi-da. O'zi enimda kiyimim bor, lekin faqat u ustimdagi aslahalar menga himoya qilib turadi-da. Buni olib tashlaymiz. Mana chiroyli taqib o'tiribman. Faqat hozir navbatdagi isqir narsalar salonni buzyapman. Xo'sh, endi taqib o'tirib olaylik. Ana takoy o'tirib oldik bo'ldi. Bola videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Va bashi zo'r. Sayohatga chiqdik bo'ldi. Endi nima qilamiz? Biroz aylanib kelamizmi? Bu yerdan teshkilib. Oqtomozon yuribsam. Oqtomozon. Mana xotimga qaranglar, chiroyli. O'zingga sevgiling ham to'ldingmi der? Mayli, ma. Men senga pichan beraman, pichanmi? Yemaysanmi? Xo'sh, bunga beramiz, mayli. Ma. Sen yemaysanmi? Oqtomozon? Nima bu открытый? Bunaqa ochsa ham bo'lar ekan. Xo'sh. Biroz aylanib tabiatga baho beraylik. Vashshi chiroyli joydan quribman o'zi ham. Ko'rdinglarmi, sayohat uchun ideal joy. Biroz yotib dam olsam ekan. Juda ham charchadim, lekin boru ertalabdan beri. Biroz dam olaylik. Shuncha payt uxlayolsam bo'ladimi? Kun bo'tyapti уже. Voy, daxoy uxlab qolibman boru. Qanaqadir nimalar ham berib menga. Ko'p uxlaganim uchun Minecraftda stajiniya berib yubordi. Bo'ldi, ko'rdinglarmi? Xo'sh. Ovqatimiz qaynayaptimi? Ifor vashi zo'r. Короче, mana ideal bo'lib turibdi. Men qishloqchani bitta qarab keldi piyodalar. Xo'sh, qishloqcha ko'rinmaydi. Ko'rinadigan joyroqqa boring. Qishloqchani yo'qotib qo'ymasak bo'ldi. Bu qishloqchaga uyimga arendasini pulini endi bugun to'lab qo'yadi anu. Bitta boyvachcha. Savdogar. Xo'sh, mana chodiram. Kichkinagina joyim. Bu yerni yoritib tashlamasak, hozir bu yerga monsterlar kela boshlaydi. Shuning uchun yoritib tashlaylik. Xo'sh. Mana Oqtomozon yuribsan. Xo'sh, mana fakellarimiz ham ideal yonyapti. Xo'sh, mana buni crafting tablening ustiga qo'yamiz. Ideal. Yo'qlarni ham yoritaylik. Ichkariga yorug'lik shart emas, chunki men yotib dam olganimda uxlolmay qolaman. Vashi botishiga qaranglar. O'yin chiqishiga qaranglar. Bo'ldi. Oyga qaranglar. Mana o'sha sizlarga shader bu modni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. O'tib o'ynayveringlar. Hamma modlar telefonga ishlaydi. Hammasi telefonga ishlaydi. Telefonda o'ynaydiganlar uchun hamma modlar telefonga ishlaydi. Aytib qo'yay. Xo'sh, biz popkamizga kerak emas narsalarni solib qo'yaylik. Buni yarisi kerak emas, ikkitasi yetadi. Bulay. Cho'tasi ovqatdan bu bosh kiyim kerak emas. Nollarni joylashtirib qo'yamiz. Go'sht ham kerak emas. Pichanni ham shu yerga qo'yamiz. Kirka kerak emas, qilich kerak emas, topor ham kerak emas. Og'ir narsalarni tashlab qo'yamiz shu yerga. Mana buni bunaqa qilib qilich olib qo'yaylik. Hozir yordamimiz turadi. Bizga yordam berib. Biroz aylanib ketamiz. Mana fakil olaylik. Xo'sh. Fakil. Ketdik. Biroz aylanib keldik. Xo'sh. Ko'p qorong'i bo'ldi. Bundagi fakil ham ishlamaydi-da. Bu yerga faqat qo'ysa ishlaydi. Mana buni yig'ilib. Bilganman, tashakkurlarga borib keladi. Ideal bo'lyapti-da. O'yin chiqishiga ko'ringlar, вообще ideal chiroyli bo'lyapti. Xo'sh, turbina. Mana. Mana teleskop tekyapti bu bola. Yulduzlarni sanaymiz ham hozir. Kechqurunda. Mana bitta yulduz, ikkita yulduz, uchta yulduz, to'rtta yulduz. Bulut, yulduz, 6, 9. Adashib ketdim. Xo'p, sana shart emas. Buni o'yin ko'raylik. Uyga qaranglar bo'ldi. Shunaqa shader sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanaliga tashlayman. Mana monsterlar chiqa boshladi. Menga shular kerak-da, shular jang qilishim kerak. Mana shuni xohlagandim. Juda yomon yerda u menga yo'qmaydi. Isqirtmaydi. Xo'sh, men mayli uyimga borib biroz dam olib kechqurun-ku, endi kechqurun yurish yaxshi emas. Har xil arvohlar bo'ladi, biroz o'tiraylikmi?
Xo'sh, arvohlarga qo'rqmayman, lekin arvohlardan qo'rqsam bu yerga o'tamiz. Xo'sh, bu yerga o'tamiz. Biroz o'ynaymiz. Bu yerga o'tamiz, bu yerga o'tamiz, bu yerga o'tamiz. Turamiz. Fiu. Ochoq oyog'im voy issiq ekan. Ochoq oyog'im chiqqanimiz demoqchidim, rostdan tug'oribman. Xo'sh. Avtomobil yoniga borib kelamiz va biroz mashina minib, yuk arqoni bilan aylanamiz. Bo'ldi. Endi yotib dam olamiz, bo'ldi. Ertaga uyimizga boramiz. Ketgan bo'lsa edi hali ular. Xo'sh. Kiyimlarimni yechib qo'yaydi. Agar amin chiqib ketib qolmasa bo'ldi edi. Xo'sh. Do'stim kelmadi, ko't ekan bu. Telefon qilay desam, telefonim ham uyda qolib ketgan. Uni telefoni yo'q-ku, telefon qanday qilaman baribir. Xo'sh, ertalabgacha uxlayman. Xayrli tun. Ket yo'qol, ketchima yo'qol. Arvoh. Creeper ham kelgan ekan. Tushimga arvoh kirdi. Bu yerlar menga yoqmayapti, juda bo'ldi. Men bu yerlarni mana yetganimdek, men zombi arvohga o'xshaydimi bu? Qanday qilib cho'dirimdan normal o'tib kelyapti bu. Xo'sh, men cho'dirlarni yig'ib olib bo'ldi, keyin videoni yoqaman. Xo'sh, men chodirlarni ham hammasini qaytadan yig'ib oldim, bo'ldi. Xo'sh, men ito creeper portladi. Juda tushim yomon tush ko'rib qoldim. Xo'sh, men endi bu yerdan ketaman, bo'ldi. Juda yoqmadi menga. Topgan o'g'lamiz va ketishimiz kerak bo'lgan bo'lmasa, bo'ldi, men bu tushim menga juda qo'rqinchli bo'ldi. Xo'sh, hammaga xayr, unda sizlar bilan Aslbek bo'ldi. Uyimga boray, keyin ikkinchi qismini yoqaman. Chao kakao. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xayr bo'ldi.